Men tushunmadim. Nimaga bu somsaning ichida tovuq xom bo'layotibdi? Dastavka bilan juda ko'p muammolar bo'ladi. To'g'riligi qani? Somsalar jangini yarim yildan beri kutyapsizlar, o'sha kun keldi. Ko'pchilik somsa qiladiganlar meni tanishlarim, yaqinlarim, lekin shunisiga qaramasdan faqat haqiqatni aytaman. Sababi xalq mendan faqat haqiqatni kutadi. Xullas, birinchi bo'lib 25 minutda kayfiyat somsa keldi. Somsaning o'zi 27 mingga aylandi uchtasi, dastavkasi 18 ming bo'ldi va sous tekin ekan. Elshotga xafa bo'lish yo'q. Men yarim yil oldin solishtiraman somsalarni deganimda kamchilikni boricha eting deganingiz, men etishni boshladim. To'g'riligiga keladigan bo'lsak, xamiri qisir emas, lekin tovugi bilan siri zo'r haqiqatan issiqqina keldi. Kartoshka sirim ekan, xamir menga sal qalalik qildi, lekin nachinkasi yaxshi. Go'shtlikni xamiri yaxshi, lekin nimagadir somsadan hid kelyapti ozgina. Shu narsani tekshirib ko'ringlar. Xullas, ikkinchi bo'lib qarsalama somsa keldi. 50 minutda keldi dastavka. 31 ming simbolli sousi bilan birga 36,5 ming dastavkamiz aylandi. Uzoq kelganlik hisobiga menimcha sovib qolgan, shuni hisobiga nomiga mos emas, qarsillama emas. Endi tovuqligi, tovuq sir menga yoqdi, nachinkasi yaxshi. Tovuqlari yaxshi. Kartoshkaligini xamiri menga yoqdi, prям yuqigina bo'pti, lekin kartoshkaning o'zi sal taxirroq. Go'shti yaxshi, nachinkasi dobroy, lekin bunda ham go'shtdan hid keladi. 46 minutda minor somsa keldi. 30 ming so'm somsaning o'zi bo'ldi, 23 ming dastavkasi bo'pti. Oldindan pul olishmas ekan, kelganda to'lib kersizlar. Sousi 6 ming ekan. Sous menimcha juda qimmat. Sous qo'shinglar deganda na shotga qo'shishdi, na sous berib yuborishdi. Endi yeb ko'ramiz. Tushunmadim. Nimaga bu somsaning ichida tovuq xom bo'layotibdi? Men xommi? Nima deysizlar? Bunaqa narsadan kelgan bo'lsa yeyishim kerak emas edi, lekin eksperimentimizni to'liq bo'lishi uchun kartoshkani yeb ko'raman. Somsalar sovuq kelgan. Kartoshkaning ham ozgina o'sha hidi bor, charbi qo'shishganmi bilmayman nima. Go'shtligi lekin yaxshi. Tovuqligini yemayman, chunki xom tovuq bilasizlar, ozgina sog'liq uchun zarar bo'ladi. Bu narsani men tushunmadim, qanaqa tushuntirib berasizlar lekin. Xullas, chitir 1 soat 15 minutda keldi. Telefon qilishdi. 15 minutda tandirdan chiqadi, issig'ini yuboramiz deb. Xo'p dedik, shunda ham 1 soatda keldi. Endi sizlar bilan yeb ko'ramiz. Lekin narxiga keladigan bo'lsak, minimal zakazligi bor ekan. 50 ming so'mdan kam dastavka bo'lmasa ekan, men bilmadim nimaga. 51 minglik somsa zakaz qildik. Mana yana qo'shimchasi bilan dastavkasi 25 ming shunaqa bo'pti. Endi yeb ko'ramiz. Chitir xafa bo'lmanglar, lekin sizlarda dastavka bilan juda ko'p muammolar bo'ladi. Tovuqligi qani? Tovuqli ham zakaz qilganmiz. Ikkita go'shtli, 3ta kartoshkali kelibdi, tovuq yo'q. Men qirsillaganiga ahamiyat bermaysizlar, sababi bular tandirdan endi uzilgan, jo'natib yuborishdi. Qolganlarniki ham, kayfiyatniki ham, qarsalamaniki ham, minorniki ham, agar tandirdan yangi uzilib xudshunaqa kelganda, xudshunaqa qarsillaydi. Shu sababdan issiqligiga men ahamiyat bermayman, mazasiga ahamiyat beraman. Xamiri issiq kelgani, endi tandirdan chiqqani, mayli. Kartoshkani o'zi sal taxirroq, lekin go'shtda tuzi yo'q-da. Tuz solishinglarni, ya'ni yaxshilab marinovka qilishinglarni, aralashtirishinglarni tavsiya qilardim, chunki hozir tuz sepib olmayman. O'sha tuz ham ozgina mazza beradi-da. Umuman olganda hidi yo'q haqiqatan, lekin tovuqni qo'shib o'rmagansizlar, ozgina e'tiborliroq bo'lish kerak. Sous ham alohida pul ekan. 51 minutda keldi somsa. Xullas, somsaning narxi 34 ming sousi ichida ekan, 5 ming sousi, dastavkamiz 43 ming bo'ldi. Eng qimmat dastavka shu. Somsada o'tgan gal yeganman-da, yo'lim tushganda, go'shtidan juda qattiq hid kelganida, yozgan edim ham storiesimda. Hozir ham shu muammo, juda qattiq hid kelyapti. Men shu go'shtligini yemayman, xafa bo'lmaysizlar. Xamiri yaxshi, kartoshkasi taxir emas, tovuqi ham yaxshi, lekin go'shtligida gupillab hid kelyapti. Endi meni fikrimga keladigan bo'lsak, men baholayotganimda hamma narsani inobatga oldim. Narxi, tezligi, kelishi, operatorlar muomalasi, lekin hammada juda ham yaxshi ekan, mahsuloti sifati. Endi baholarimga keladigan bo'lsak, kayfiyat somsa, chitir va qarsillamaga 10 balli sistemadan 7,5 ball bergan bo'lardi. O'zingizlar ko'rdinglar kamchiliklarni. Endi somsa go'shti juda ham qattiq hid kelayotganligini hisobga olib, lekin xamir yaxshiligini hisobga olib 7 ball qo'yaman. Lekin minor somsa sizlardan iltimos, bunaqa issiq kunda somsaning ichida xom tovuq, xom mahsulot bo'lishi bu juda ham yaxshi narsa emas. Bu yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu narsani inobatga olinglar. Men telefon qilib aytdim ham, shunaqa narsa bo'ldi dedim, lekin haligacha mana yarim soatdan oshiq vaqt o'tdi. Menga hech kim na telefon qildi, na bog'landi. Endi unisi o'zingizlarga kifoya. Keyingi safar xudo xolasa nimalarni solishtiramiz. Lekin bitta narsa aytmoqchiman, ko'p somsapazlar meni tanishim. Iltimos, blogerlar zakaz qilganda va oddiy xalq zakaz qilganda har doim bir xil sifat qilishga harakat qilinglar.